Qatar poytaxti Dohadan hammaga salom. Men Bobur Rajabov, Everbest ta'lim ekosistemasining asoschisi. Toshkentdagi IT kompaniyamiz nomidan bu yerdagi texnologik forumda, katta sammitda qatnashib turibman. Tushunishlaringiz uchun bu yerda butun dunyodan kelgan innovatsion kompaniyalar o'zlarining mahsulotlarini ko'rsatib, g'oyalari bilan bo'lishib turibdi, rejalari bilan va bu yerda yaxshilab kuzatgan odam keyingi 5-10 yilda texnologiya qaysi yoqqa qarab ketishini bemalol kuzatish mumkin. Xo'p, men shu o'rinda ota-onalarga murojaat ham iltimos aytmoqman. O'zim ham 2 farzandning otasi sifatida men uchun ham taalluqli. Biza farzandlarimiz uchun prioritetlarimizni to'g'rilab olishni tarafdoriman. Ya'ni biza bolalarimiz uchun sarflaydigan pullarimizni to'g'ri sarflashimiz kerak. Agar o'g'il bola bo'lsa, misol uchun, uni masalan uylantirish uchun uyingizni masalan katta remontlar etish, undan keyin uni mustaqil etib, uyli joylar etish uchun katta pul sarflaymiz. Masalan, 20-30 ming dollar pul ketib qolishi mumkin har bir farzandingizga. Meni boshqacha taklifim bor. Shu pulning yorisini farzandingizga yosh vaqtidan o'qishini, salohiyatini, kasb hunarini va dunyoga chiqishini yordam bersangiz, ular yetuk mutaxassis bo'lib, katta ishlarda ishlasalar, bemalol o'zlari uylanib, o'zlari uy soladi, siz ham uy solib beradi va siz dunyoni aylantirib biladi kerak bo'lsa, chunki ta'limga tikilgan pul 1000 barobar bo'lib qaytishi isbotlangan. Va yoshlarimiz ham shu o'rinda meni murojaatim bor. Ota-onaning va ustozlarning yordami bilan chet elga ketgan bolalar, aytaylik masalan Koreyaga borib turib, birinchi yilisi, ikkinchi yilisi masalan taksichilik etish mumkin, qo'shimchasini kafelarda ishlash mumkin. Bu normalniy, to'g'ri tushunaman, lekin bu narsani 4 yildan ko'p vaqtda bular sarflab berib turibdi. O'qisha, hunar egallasha va ilmining tadbirlarga kelib, bu yerda o'zi nima bo'lib turibdi dunyoda, neda o'zi katta ishlar bo'lib turibdi, shu narsalarni bilmasdan faqat chetda o'qidi, chetda ko'rdi degan ot bilan qolishi ko'pincha bu dim achinarli holat. Hech ham bunday bo'lmanglar. 2-3 kurslardan boshlab o'zlaringizni sohani ustida ishga kirishga harakat etinglar, o'zlaringizni ustingizda rivojlaninglar va agar odamda talant bo'lsa, qo'lidan ish kelsa, men ko'rib turibman, katta kompaniyalarda ham, katta startaplarda ham ishlar to'lib yotibdi. Hammaga talantli, aqlli odam kerak. Hamma davlatga kerak, hamma kompaniyaga kerak bu narsa. Shuning uchun endi bu masalaning birinchi tomoni, ya'ni o'zimizni oiladagi prioritetlarimizni to'g'rilab oldik, bu masalaning birinchi tomoni. Lekin asosiy narsani men endi aytaman. Asosiysi bu biza telefonni kashf etmadik, televizorni kashf etmadik, biza sun'iy yo'ldoshni kashf etmadik, internetni boshqa birovlar ishlatamiz, internetni boshqa birovlarga, to'g'rimi? Ko'pchilik aytadi, biza 30, 40, 50 yil orqada qoldik. To'g'ri. Agar hozir bolalarimizga investitsiya etmasak, ilmini investitsiya etmasak, keyinchalik bizning farzandlarimiz 100 yilgacha qoladi. Sababini aytaman. 2 dona eng oxirgi texnologiyani tanishtiraman. Birsi sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt shunday darajada ko'payayotirki, kelajakda kasbda yo'qolishi ham mumkin. Ko'p kasbda ishsizlik bo'lishi mumkin. Katta imkoniyatlar ham yaratadi sun'iy intellekt. Insoniyati sivilizatsiyani boshqa tarafga qarab, boshqa trayektoriya bo'yicha burib boradigan texnologiya sun'iy intellekt deb turibdilar. Ikkinchi texnologiya bu kvant kompyuterlari. Kvant kompyuterlarni tushunish uchun, masalan, butun dunyodagi hamma kompyuterlar yig'ib kelib, shunga bir vazifa berasiz. Masalan, aytaylik, rakni davolash uchun, boshqa narsa uchun ular agar oylab 2 oyda yoki 3 haftada bu narsani sarflasa, kvant kompyuterlari sekundlar yoki minutlar ichida shu narsani bajarishi mumkin. Ya'ni milliard dona kompyuterning ishini bir dona kompyuter bajarishi mumkin bo'lgan zamonga yetib keldik. Bu katta o'zgarishlar olib keladi. Agar bizning farzandlarimiz shu narsalarga tayyor bo'lmasa, shu narsalarning ichida bo'lmasa, faqat ular oxirida orqada qoladi va texnologik jihatdan boshqalarga qalamlikka davom etadi va 100 yillab orqada qolib ketamiz. Shuning uchun nima ishlatishimiz kerak? Buning uchun biza birinchi meni talabim bo'yicha xo'p, farzandlarga e'tibor etishni rejalashtirdik. Birinchi aniq fanlar o'rganish kerak, matematika, iloji bo'lsa fizikani. Ikkinchi ingliz tili, IELTS hammaga majburiy 100%. Uchinchisi IT ni o'rganishlarimiz shart. Bo'lishi mumkin dasturlash, bo'lishi mumkin yoki yana IT ga aloqador robototexnika bo'lishi mumkin. Shu narsalardan majburiy kerak. Uchinchisi yana ikkinchi til. Balkim bu rus tili bo'lar, balkim xitoy tili bo'lar, yoki fransuz tili bo'lishi mumkin, lekin buni ham o'rganish kerak va oxirgisi va kerakki
yaratuvchanlik, nodir g'oyani ustida ishlash, muammoga yechim berish ko'nikmalarini biz e'tiborli bo'lsak va ularni dunyoga chiqarsak, dunyoga qo'yib bersak, men umid qilaman, ular ham dunyodan o'zini o'rnini ega bo'ladi. Biza beda hozir bir 20 yaqin O'zbekistonning IT kompaniyasiga olib qatnashdi. Bilmadim 30-40 dona o'zbeklarni ko'rdim, lekin hammamiz bir burchakda, ya'ni bir kichkinaroq joyda burchakda deganim endi bir kichkina joy egallaganmiz. Lekin men umid qilaman, orzu qilaman, bizlar farzandlarimiz, siz bilan meni farzandlarimiz bunday joylarga kelib, katta mestolarni olib, o'zini katta kompaniyalarini donishtirib, butun dunyoga yayilib, minglagan, 10 minglagan odamni ishchilari ishlatadigan darajaga yetadi. Buning uchun biz siz bilan men hozirdan qo'limizdan kelgancha ish etib, katta stavkani bolalari ilmi, salohiyatini investitsiya qilishimiz shart va zarur. Hamma pulimizni tarflab bo'lsa ham, men o'zimni qo'limdan kelgancha harakat etaman, jamiyat uchun, farzandlarimiz uchun. Siz ham o'zingiz qo'lingizdan kelgan ish harakat eting. Xudo xolasa, ham oilada, ham yurtimizni rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lamiz shunda. Xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.